Voy, Ulug'bek aka to'xtang. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Agar kinoyim qurib qolsa nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Qachongacha bekitib mana qilib yuramiz? Yur, hamma bilsin. Bizlar ham baxtli yashashga haqqimiz bor. Feruz, mana bu yerda taktil yo'lovchi bor-da, ko'z ojizlar uchun. Mahallamizga yangi qilindi. Shuni o'zing cho'tga qilib arzor qilar. Shu yerda taktil yo'lakcha bormi aka? Ha, bor taktil yo'lovchi mana. Sezilmayaptimi? Ha, sezilmaydi lekin. Ehtiyot bo'ling, Ulug'bek aka. Ozgina to'g'ri ekan. Hop. Bu yerda keyin juda ham musorlar menimcha ko'p. Ha, musorlar ko'p ekan. Mana bu yerda daraxt bormi ekan? Taktil yo'lakchi doimgidek daraxtga olib kelyapti. Yo'lni chetiga mana bunaqa temir qilgani bu yaxshimi, qulaymi? Menimcha qulay. Mana taktil yo'lakchamiz shu yerda tugadi. Tugadimi? Ha, bo'ldi. Как будто для галочки сделали. Endi mahlisa, endi shunaqa ekan. И что, теперь ты меня с киноешкой не познакомишь? Endi bu yog'iga ko'ryapsan mana. Taktil yo'lakchi yo'q. Uyimni topa olmayman, o'shaning uchun yura qolsan. Kuzatib boraman, Feruz. Bu yerda kamroq ko'rina qolaylik.